Majburiy matematikada tushayotgan yana quyidagi masalalardan bittasini ko'rib o'tamiz. Ikki sonning yig'indisi 7 ga teng ekan. Ulardan biri ikkinchisidan nima ekan? 4 marta kichik bo'lsa deyapti. Shu sonlarning kattasini toping deyapti. Demak, bizda ma'lumot beryapti. Demak, nima ekan? Ikkita son bor ekan. Birinchi sonimiz mana bu yerda ma'lumotini olamiz. Xo'p, ulardan biri ikkinchisidan 4 marta kichik deyapti. Demak, buni x qilsak yoki bo'lmasa buni x qilsak, mana buni 4x qilsak bo'ladi. Ya'ni bir ikkinchisidan 4 marta kichik qilib qo'yamiz. Ya'ni mana bunimiz bunga nisbatan 4 marta kichik bo'ladi. Endi ikkalasini qo'shadigan bo'lsak, nima ekan? Ikkalasini qo'shganimiz 7 ga teng ekan. Xo'p, endi x ga 4x qo'shamiz. X qo'shamiz 4ximiz teng ekan nimaga? 7 ga teng. Demak, 5x teng bo'ladi 7 ga. X barobar nima ekan? 1/4 bo'ladi. Ya'ni 7 ni 5 ga bo'ladigan bo'lsak. Kichkina sonimiz 1/4 ga teng ekan. Bizdan esa katta sonni so'rayapti. Ya'ni kattasini toping deyotgani uchun 4 ga ko'paytiramiz. 4 ko'paytirilgan nima ekan? 1/4. Bu 5/6 ga teng bo'ladi. Ya'ni javobimiz nima ekan? C javobi ekan. Videomiz yoqqan bo'lsa, videoga bitta like bosib, kanalimizga a'zo bo'lib qo'yamiz.